Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan telefon orqali qanday qilib kompyuteringizni boshqarishni o'rganib olamiz. Demak, boshladik. Buning uchun biz birinchi navbatda Google Chrome dasturiga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, siz telefon va kompyuteringizda bitta Google akkauntdan foydalanayotgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Shu holatda siz kompyuteringizni telefon orqali boshqarishingiz mumkin. Demak, men foydalanayotgan Google akkauntimni ko'rib oldim. Ana endi Google ga kirganimizdan so'ng bu yerga Chrome Remote Desktop deb poisk beramiz va qidiruvni boshlaymiz. Demak, Chrome Remote Desktop deb poisk berdik. Mana ko'rib turgan birinchi saytingiz Chrome Remote Desktop deb nomlangan saytga kiramiz. Demak, bu saytga kirganimizdan so'ng bu yerda получить доступ к kompyuter mana chap tomondagi tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Buni bosganimizdan so'ng mana настроить удаление доступ degan oyna ochildi. Это устройство yuklash belgisi turibdi. Mana pastga qaragan strelka shu belgini ustiga bosamiz. Demak, bunga bosganimizdan so'ng mana Chrome Remote Desktop oynasi ochildi. Bu yerdan установить tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Mana установить tugmasini bosamiz va установить расширение belgisini bosib qo'yamiz. Ko'rib turganingizdek mana yuklash jarayoni boshlandi. Mana ekraningizni yuqori burchagida mana strelka belgisi, shu strelka belgisini ustiga bosamiz. Mana Chrome Remote Desktop yuklab olindi. 21 megabaytli fayl yuklab olindi. Bu faylni ustiga bosamiz. Va da tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Kompyuterimizga masofadan boshqariluvchi Chrome Desktop dasturi o'rnatiladi. Va принять условия и установить tugmasini bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va OK tugmasini bosamiz. Ana endi o'rnatib bo'lingandan so'ng ekraningizni yuqori qismida o'ng tomonda mana bu belgini ustiga bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana Chrome Remote Desktop belgisi turibdi. Shu belgiga bosamiz. Va включить yoqish tugmasi ko'rinib turibdi. Yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi va bu yerdan kompyuterimizni nomlab qo'yishimiz mumkin va bu yerga nom berishimiz mumkin. Mana ustoz Mahmud deb nom berib qo'ydim va dalay tugmasini bosaman. Ana endi kirish uchun pin kod so'ramoqda. 6 ta sondan kam bo'lmagan pin kod bo'lishi kerak ekan. Shu sababdan o'zingiz pin kod o'ylab topishingiz mumkin. 6 ta sondan kam bo'lmagan pin kodni takrorlashim kerak. Xatolik bor deyapti, hozir to'g'rilab chiqamiz. Endi hammasi joyida va zapust tugmasini bosamiz. Saqlab qo'yishni so'rayapti, shart emas. Da tugmasini bosib qo'yamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, bu qurilma yoqildi aktiv holatda, mana onlayn bo'lib turibdi. Ana endi galdiga navbat telefonimizga ham shu dasturni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, endi telefonimizni olganimizdan so'ng birinchi navbatda Google Play ga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana Play Market ga kiramiz va bu yerda ko'rib turganingizdek poisk qismiga, mana poisk qismini tanlaymiz. Bu yerga ham Chrome Remote Desktop buyrug'ini yozib qidirishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, telefonimizga ham shuni o'rnatib olishimiz kerak. Mana установить tugmasini bosamiz. Demak, telefonimizga bu dastur o'rnatildi. Ana endi открыть tugmasini bosamiz. Bu ishlashi uchun aytib o'tganimizdek, telefoningiz va kompyuteringizda bitta Google akkauntdan foydalanayotgan bo'lishingiz kerak. Demak, kompyuterda foydalanayotgan Google akkauntimga o'tib olaman. Mana endi ko'rishingiz mumkinki, bitta akkaunt bo'lganligi uchun mana ustoz Mahmud onlayn holatda turibdi. Ustoz Mahmudning ustiga bosamiz va ulanish jarayoni boshlandi hozirgi holatda. Bu yerga boyagina yaratgan pin kodimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Pin kodni kiritamiz va strelka belgisini ustiga bosamiz. Разрешить tugmasini bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, endi ko'rib turganingizdek, ekranni biroz to'g'rilab olamiz. Ana endi ko'rib turibsizki, kompyuterimizga telefon orqali muvaffaqiyatli bog'lanib oldik. Ana endi boshqarishga harakat qilib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Demak, hammasi joyida, ulanish juda yaxshi. Oynani yopamiz. Ana endi ekranni biroz kichraytirib oldik.
mishka bilan boshqarmoqchi bo'lsangiz, mana barmoq belgisini ustiga bosganimizdan so'ng birinchisini tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'sha holatda siz mana endi telefoningizda, kompyuteringizni mishka bilan boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Demak, tekshirib ko'ramiz. Ana endi Google Chrome'ga kirib, misol uchun biron bir YouTube saytiga kirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qani, kompyuterimizda Google Chrome'ni ochishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, mana Google Chrome ilovasi ochildi. Mana Ustoz Mahmud oynasi ochilgan. Yangi oyna ochamiz. Yangi oyna ochganimizdan so'ng mana YouTube belgisiga bosib kirib ko'ramiz. Qani, ishlashini tekshirib ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Demak, ko'rib turganingizdek, mana telefonimiz orqali kompyuterimizga bog'lanib ham oldik, uni ishlatib ham ko'rdik. Hammasi joyida. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.